يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz muhtaram musulmonlar, mu'minlarga nido darsimizning 20-qismisi Alloh subhanahu va taoloning Sura Hujurat 11-oyati Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman va man lam yatub fa ulaika humuz zalimun degan mana bu so'zida bo'ladi. Islom bütün insoniyat baxtlik bo'ladigan, xushal bo'ladigan, ularning yuz obro'yi qo'diladigan bir inoq jamiyatni qurib chiqishni maqsad qilgan. Shuning uchun mana bu jamiyatga ziyon yetkazadigan, jamiyatning qurilishiga ta'sir ko'rsatadigan va bu jamiyatning buzilib parchalanib ketishiga sababchi bo'ladigan har qanday ishdan to'sqan va uningdan cheklagan. Bugungi darsimiz mu'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo xuddi namozga buyurganidek, zakotga buyurganidek, jihadga buyurganidek, hajga buyurganidek, Allohdan taqvolik qilishga buyurganidek nurg'un buyruqlarni buyurgan bo'lsa, bu darsimizda Alloh mana bu jamiyatni buzadigan, mu'minlarning o'ttirisini parchalaydigan, turli tabiqa vazliqni hosil qiladigan bu ishlardan Alloh subhanahu va taolo to'sish orqali mu'min musulmonlarga adab, axloq va qoidalik bo'lishga bu oyat karimada buyurdi. Oyat karimaning qisqacha mazmuni Allah ya ayyuhallazina amanu ey menga ishongan, mening birlikim va barligimni e'tirof qilgan, islomni o'zining yo'li, mening yo'lim deb turgan aziz bandalarim, bir jamoani masxir qilmasin, uni mazoq qilmasin, itibarsiz qilmasin, uni tuvan ko'rmasin. Balkim masxir qilinuvchi jamoa Alloh subhanahu va taoloning oldida masxir qiluvchilardan yaxshi bo'lishi mumkin. Bir uchum ayollar yana bir uchum ayollarni masxir qilmasin. Masxir qilinuvchi ayollar Allohning oldida masxir qiluvchi ayollardan yaxshi bo'lishi mumkin. Sizlar ey mu'minlar o'zinglarni ayblamanglar, o'zinglarni tushirmanglar, o'zinglarga ta'na qilmanglar. Anglashni yomon ko'radigan sat nomlaringlar bilan, laqablaringlar bilan bir-biringlarni otmanglar sizlar. Mu'min musulmon bo'lgandan keyin, ya'ni din islomga kirgandan keyin, haqni tunugandan keyin fosiqlik degan sifat va bunam ajabmi yomon nom bu. Buni shunda masxir qilish, mazoq qilish, boshqalarning o'rnini tushirishdan iborat bu jinoyatidan chiqilib tövbe qilmagan, uningdan yanmagan, uningga pushaymon qilmagan kishi bo'lsa, ana ular zolim kishilar u dedi.
Bu zulm her bir insanın o'rni bo'lib, shu kishining o'rniga loyiq muomala qilish, adab saqlash va uningga loyiq shaklda haqqini ado qilish, mana bu islom buyurgan adolat aziz birodarlar. Allah subhanahu va taolaning bandalar ustida haqqi bor, payg'ambarning bandalar ustida haqqi bor, ota-onalarning insonlar ustida haqqi bor, jamiyatning haqqi bor, jamoatning haqqi bor, qo'shnining haqqi bor, qarindoshning haqqi bor, do'stning haqqi bor, ustozning haqqi bor, ayolning er ustida haqqi bor. Har bir kishining yana birining ustida elishga tegishlik va haqlari va berishga tegishlik, ado qilishga tegishlik haq va mas'uliyatlari bor. Mana buni ado qilmagan joyida muomala qilmagan kishilar ana ular zolim deb Alloh subhanahu va taolo bu oyat karima bilan musulmonlar orasidagi bir-birini masxara qiladigan, bir-birini ayiblaydigan, bir-biriga yomon gumon qiladigan, bir-biriga til uchini qaratadigan va uni tushiradigan, ko'zga ilmaydigan, sen kimsan deydigan mana bu xil shakldagi jahiliyatning kasallarini Alloh subhanahu va taolo biz mu'minlarning orasida bo'lib qilishni alohida to'sib chekladi birodarlar. Bu bir ibodat. Shuning uchun musulmon kishilarga muomala qilgan chog'ida har bir kishining shu muomala qilgan kishiningki kimligini bilish, o'rnini bilish va uningga muomala qilishninki yo'llarini bilish. Mayli so'zi orqali bo'lsin, harakati orqali bo'lsin, muomala qilishni bilish bu bir ibodat, bu bir axloq, bu bir mu'min musulmonning yana bir mu'min musulmonning ustidagi haqqi birodarlar. Allah subhanahu va taolo islomda o'ziga ibodat qilishning yo'llarini ko'rsatganiga o'xshash dunyoda har narsaning qadr qimmatini bekitadigan o'lchamni ham bayon qilib berdi. Shu o'lcham bilan u narsa yoki qadrlik bo'ladi, qimmatlik bo'ladi yoki qadrsiz, qimmatsiz bo'ladi birodarlar. Musulmonlar bugungi kunda yo'qotayotgan, ayrilib qolgan eng muhim narsa islomiy o'lcham, Qur'oniy o'lcham yoki bunda tilimiz bilan aytganda Allohning o'lchami. Mana bu o'lchamni musulmonlar o'zining orasidan bugun yuturmoqda. Yaxshi, yomon, fazilatlik, fazilatsiz, hurmatlik, hurmatga sazovor emas, yoki u buzuq inson yoki yaxshi inson deginiga o'xshagan bu xil shakldagi narsalarni o'lchash va unga nom berish va uning ustidan sifatlash masalalarida Alloh subhanahu va taoloning o'lchamini, Qur'onning o'lchamini o'lcham qilish mu'minlarga namoz qanday ibodat bo'lgan bo'lsa, Qur'oni Karimni o'qish qanday ibodat bo'lgan bo'lsa, jihodni qilish qanday ibodat bo'lgan bo'lsa, ana shu o'lcham bilan o'lchash, ya ana shu o'lcham bilan kishilarni sifatlash va unga baho berish shunday ibodat aziz birodarlar. Alloh bu o'lchamni bekitib bergan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz kishilarni, insonlarni yaxshi, yomon deb sifatlash ta qo'llangan o'lchimimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning nazarida yaxshi yoki nachar deb sifatlashda qo'llanilgan o'lcham boshqa bir o'lcham bo'lishi mumkin. Biz qo'llangan o'lcham bilan Alloh subhanahu va taoloning bu dunyoda ham qo'llangan, oxiratda ham qo'llanadigan o'lchami boshqa o'lcham bo'lishi mumkin. Mu'min musulmonlar qachonki o'zining hayotida namoz, ro'za, zakot o'xshash ibodatlarni qilmasa,
ular haqiqiy islomga tavallik ekanligini isbotlaganligiga o'xshash kishilarni sifatlashda, kishilarga baho berishda, shaylarni qimmatini ayirishda Allohning bekitgan o'lchimini o'lcham qilmagan vaqtda mana masxir qilish, o'zini ustun tutish, cho'ngchilik qilish, kibr takabbur qilish, g'aybat qilish, chekimchilik qilish, zulm shikoyat va boshqalarni haqorat qilishdan iborat nurg'ulg'an egir islomiy binoni yıkıp tashlaydigan, musulmonlarning orasini buzib o'tadigan, islomning asosiy bir jamiyat qurishdan iborat bu maqsadini vayron qilib o'tadigan omillar ana shu vaqtda o'tirg'i chiqadi, birodarlar. Shu musulmonlar ibodatda Allohga qanday qul bo'lgan bo'lsa, shuning o'xshash o'lchashda ham Allohga qul bo'lishi kerak. İslamning ibodat qismini tutib, shaylarni o'lchaydigan o'lcham qismini tutmasak, bu islomda nu'minu bi ba'din va nakfuru bi ba'd. Biz ba'zi qismiga ishonamiz, ba'zi qismiga ishonmaymiz degan yahudiylarga o'xshash maydonda bo'lgan bo'lib qolamiz biz. Undaqda Qur'oni Karim kishilarni va shaylarni o'lchashda asoslangan o'lcham nimadan iborat deganda Qur'oni Karim ikki o'lchamni asos qilgan. Ma'u fazilatlik, hurmatlik, yaxshi deyish bilan bu fazilatsiz degan mana bu sifatning o'rtasida farqlantiradigan farq o'lchamini Qur'oni Karim ikki narsaga asos qilgan. Birinchi ilm o'lchami. Ilm bilan kishilarning o'rtasidagi farq oshkor bo'ladi. Allah subhanahu va taolo mana bu haqda qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi deb Allah bu yerda ilmliklar bilan ilmsizliklarning o'rtasidagi farqni bizga ayirib berdi. Demak, barobar bo'lish masalasidagi farq ilm bilan bo'ladi. Mana Allah subhanahu va taolo bütün kainatni yaratib, dunyoni xuddi zinnatlangan kishilar o'ltirish uchun tayyorlangan uyga o'xshash qilib bo'lib, bu uyda o'ltirish uchun kelgan insonga o'xshash Allah Adem alayhissalatu vassalamni yaratdi. Adem alayhissalatu vassalamni yaratishda mana bu dunyoda hayotlikni güllendirish, taraqqiy qildirish, hayotlikni davomlashtirishdan iborat bu vazifani Alloh taolo inson uchun dunyoga insonni yaratgan maqsad uchun bu vazifani Alloh bayon qildi. Inni ja'alun fil ardi xalifa. Men insonni zaminda o'rin basar qilib yaratdim dedi. Kimga o'rin basar? Allohga o'rin basar. Nima bilan o'rin basar? Allah bu zaminni idora qiling, boshqaring va bu zaminning tartiblarini siz saqlang degan Qur'on o'lchimi bilan yoki Alloh subhanahu va taolo tushirgan qonun o'lchimi bilan dunyoning tartibini saqlash uchun Allah insonni yaratdi. Mana bu insonga Alloh subhanahu va taolo bu dunyo tartibini, dunyoninki gülleniş asasını, vazifasini ado qilish uchun Alloh taolo ilmni berdi. Ilm orqali Allah malaikalarni Adem alayhissalatu vassalamga sajda qilishga buyurdi. Demak, Allah ilm bilan malaikalardan insonni ulug' qildi. Ilm bilan malaikalardan insonni farqli qildi. Shunga ilm bir insonning bilan yeni bir insonning o'rtasidagi farqni farqlantiradigan o'lcham. Yeni bir oyatda Allah yerfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Allah taolo iymon etganlarni sizlardan va ilm berilganlarni bir necha daraja yuqori ko'tardi dedi. Bu yerdagi vallazina utul ilma degan ilm berilganlar degan bu kishilar iymon etgan degan kishilarning ichiga kirib ketdi. Allah buni ayrim bir yerda tilga olishi, mu'minlarning ichida ilmli kishilar
iqtidorli kishilar buning darajasi, buning o'rni, buning jamiyatdagi imtiyozi va buningga qilinadigan muomalalar farqli bo'ladi. Sizlar buningga boshqa shaxslarga o'xshash muomala qilmanglar, boshqa shaxslarga o'xshash qaramanglar deganni Alloh subhanahu va taolo bu yerda bayon qilmoqchi. Ikkinchi o'lcham amal o'lchami. İnsan boshqalardan farqlanishda amal bilan farqlanadi. Alloh taolo mana buningga va likullin darajatun mimma amilu, har bir kishiga qilgan qilmishiga, qilgan ishiga yarasha martabasi bo'ladi, darajasi bo'ladi dedi. Bugun dunyoga qarasak va insonlarning amaliy hayotiga qarasak, aziz birodarlar, ana shu insonlarning jamiyatga qo'shgan to'hfasi, o'zining diniga qo'shgan to'hfasi, millatiga qilgan xizmati, Alloh subhanahu va taoloning dunyoning hayotlik yo'li bo'lgan islom diniga qo'shgan to'hfasi bilan uning o'rni bekitiladi va uning kimligi bekitiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo insonlarning hammani aslida o'xshash yaratgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Arabning ajamdan fazilati yo'q. Hammasi odamning bolalari. Faqat taqvolik bilan buningdan farqlanadi degan. Ammo kishilar boylik bilan, kuch-quvvati bilan, zirakligi bilan, huquq mansibi bilan yoki uning pul iqtisodlari bilan yoki ota-onasining jamiyatdagi o'rnining yo'qligi bilan uning fazilatini, uning hurmatini, uning kimligini bekitishdan iborat bu o'lcham, bu islomiy bo'lmagan o'lcham bu. Ya'ni bunda açık qilib aytganda xato o'lcham bu. İnsan jamiyatda darisimizning beshida degandek o'zining ilm iqtidori va amali bilan yuqori bo'ladi. Allohning oldida ilmi bilan, amali bilan yuqori bo'ladi. Ammo insonlarning nazarida o'lcham boshqa. Ular boylarni cho'ng biladi, kuchliklarni cho'ng biladi. Shuning uchun normal odamlarda gunoh ma'siyat qiladigan, fosiq, fojir bo'lib ketgan bir iqtisodi va boy yo huquq mansibi va kadr bo'lib qolsa, ular uni noyda hurmatlashib ketadi. Cho'ng bilib ketadi. Uning oldida tik turadi. Uningga egiladi. Ammo ilmi va amali va Alloh subhanahu va taoloning diniga xizmat qilayotgan, islomda haqiqiy yashagan bir mu'min bo'lsa, uningda huquq yo'q, uningda pul yo'q, uningda mansab yo'q, uningki yuzlik urug' tuqqanlari yo'q, jamiyatda o'rni yo'q. Bunda bo'lib qolsa, kishilar uningga oldidagi boy iqtisodman huquqlarga qilgan muomalani asla qilmaydi aziz birodarlar. Mana shu yerdan fosiq bo'lsinmi, zolim bo'lsinmi yoki tog'ut bo'lsinmi, huquqqa ega bo'lgan hamon, yo pulga ega bo'lgan hamon, yoki jamiyatda ma'lum boylik ega bo'lgan hamon, kishilar uning oldiga do'ng'aqlab hurmat qilib, kishilar uning oldida egilib ta'zim qilgan ekan, u boshqalarni masxara qiladigan, boshqalarni ko'zga ilmaydigan va boshqalarni ayiblaydigan bo'ladi. Ana shu vaqtda u o'zini iloh bilib, boshqalarning hatto haqqlarini tajovuz qilib oladigan, qinini to'kishga parvo qilmaydigan yerga yetadi aziz birodarlar. Shunda bir insonlar bor. Biz cho'ng bilayotgan, hurmatlayotgan kishilar bor. Ammo ana shunday kishilar Alloh subhanahu va taoloning oldida eng hurmatli bo'lgan mu'min musulmonning tirniqiga teng kelmaydigan million kishilar bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalam
kem min eş'ase egbere zi timreyn la yu'behu leh lev akseme alallahi le eberreh dedi. Nurgulgan, çeçi, şuuluk, çırayı tofa, kiyimleri cul, kişiler onunla perva mı kılmaydıgan? Ha bu namurat, yoksuz bir kişiyken, cemiyette uğrunu yokken de perva mı kılmaydıgan adamlar var. Eğer o Allah'a kasem kılsa, Allah onu kaseminden halas koydu diyor. Şu kadar duası icabet, Allah'a yakın kişi ki, o Allah'ın namının eğer ben ma tağını yötkü ötümem, ya ma denizden piyada ödümemem de kasem kılsam hem Allah onun kasemini tuğuzudu. Bu kadar Allah'a yakındır. Yani şunda kişiler var, çaşları çoğulu, kiyimleri cul, kanda işikten kaşığa basa, o işikten onu ittirip ötürgen kişiler. Közge ilmeydigan. Onu Allah'a kasem kılsa, Allah onun kaseminden halas koyduğun mu şunlar kişiler vardır. Demek, aziz buraderler, biz adamlarının orunu, adamlarının sahte makamı, mensibi, cemiyetteki hukuk imtiyazına karab durup, üstünlükni, yaxşılıkni, faziletlikni biz onunla baha vermeyelim. Allah deydi, la yeshar kavmun min kavm, bir cemaat, hukuk ba, iktisat ba, mensep ba, bayılık ba, cemiyette gepi ötüdüğün, qaysi işikten kalksa içildiğin, kimnin aldığı bası, onun aldığı hoş geple deydiğin, muşunda bir adamlar var, özünün bu terapiye karab durup, yeni bir kişini meskır kılmışsın o degen, kimdi o da meskır kılmışsın deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Çünkü bu en ağır cinayet bu. Allah Teala veylul likulli humezetin lumeze ellezî cema'a mâlen ve addede yahsebu enne mâlehu ahlede. Mal dünyanı toplap, cuglap, onu sanap, milyon diye tuttu, 5 milyon diye tuttu, der, xuddi özünü şu mal dünya arkalıp, gepi ötüdüğün, cemiyette 100 euro hesaplap, başkalarını iğizi arkalıp, eyiplaydiğin, ya köz işareler arkalıp, onu kemsidiğin, muşunda kişilerin halığı vay, onu kürüdüğün azap, ne kadar kat azap der, Allah subhanahu ve ta'ala bunu bayan kıldı. Çünkü veylun dedi. Vay azap demektir. Bu veylun degen devzakның içindeki bütün devzaklar onundan pana tilaydigan en igir, yani en katlık bir devzak aziz buradarlar. Azabı ve katlık devzak. Demek Müslüman her bir nersini bahalıgan çağda onun çapınıga karab durup, onun urundukiga karab durup, onun minginiga karab durup, keyginiga karab, yiyiginiga karab, ya gepinin ötkiniga karab durup, onu bahalaması lazım. Bunda ölçemini seni ölçem kılmana, bu ölçem cahili ölçem, bu ölçem İslami ölçem emes deb Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayet-i kerimede mümin Müslümanlarını edeplik, ahlaklık, buluşka, kişilerini ondan eyiplemeslikle Allah'ı çağırdı. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala min aldıda bütün insanlar hemisi okşaş beraber. Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhan nas inna halaknakum şu'uben ve qaba'ile lita'arafu inne ekramakum indallahi etikakum. Ey insanlar! Bir yerde insan diyen süpetini çağırdı, süpet bilen çağırdı Allah subhanahu wa ta'ala. Biz sizlerini kabile kılıp, yani her xil yurt kılıp ve aymak kılıp yarattık. Yani yurtunu bilek, cemiyetini bilek, şundakla seninki vatanını bilek, tilini mi bilek kılıp yarattık. Bunda kılıştıkki maksat özara tunuş için. Böyle bir sana bilen tunuş için. Ama benim yurtum güzel, senin yurtun güzel emesken, men şehirlik, sen yezilik, men degen
boyning avlodi, sen degan namuratning avlodi, men bundaq jamiyatga tabaman. Bizning jamiyatimizda o'rni va jamiyatga taba. Sening jamiyatingning hech bir o'rni yo'qkan degan bu so'zlar bilan bir-biringizga farq, bir-biringizga ustunlik qilishmanglar. Bu hisob emas bu. Haqiqatan sizlarning eng ulug', hurmatli, izzatlikinglar Allohning oldida taqvo qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda bayon qildi. Qarab bakinglar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining sahobalari ichidan eng vijik, eng ulug' bo'lgan Sa'd radhiyallohu anhuga o'zining onasi, dadasini fido qilib turib, "Irmi Sa'd, fidaka abi va ummi." Ata ey Sa'd, sening, mening dadam, mening onam sana fido bo'lsin deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fido qildi. Rasululloh kim edi? Sa'd radhiyallohu anhu kim edi? Payg'ambar alayhissalatu vassalam ana Sa'd radhiyallohu anhuni o'zining amali bilan shu xil isl maqomga chiqardi, birodarlar. Islom bütün insonlarni tog'oqning kishiga o'xshash hammasini barobar deb qaraydi. Ammo inson o'zining amali bilan va o'zining ilmi bilan kishilarning o'rtasida farqli bo'ladi. Ya'ni bu inson shu millatiga, xalqiga va diniga qo'shgan tuhfasi bilan Allohga yaqinlashtiruvchi amal bo'lib shakllangan ishlar bilan inson uning martabasi ustun bo'ladi. Biz jahiliy o'lchamlar bilan masxara qilmasligimiz kerak. Shunga Alloh la yasqar qawmun min qawm, bir jamoa yana bir jamoani masxara qilmasin dedi. Bu yerdagi qavm erlarga ishlatadigan so'z bo'lib, erlar jamiyat idora qiladigan muhim vazifalarni ustiga olgan, ana shunday haqsizliklarga qarshi tura oladigan, kishilarning yuz obro'yini qo'g'daydigan, insoniy haq huquqlarini qo'g'daydigan, her bir kishiga o'ziga loyiq muomala qiladigan bunday adablik isil bo'lgan bir jamoa yeni bir jamoani masxara qilmasin. Chunki mana bu ularga yarashmaydi deydi Alloh. Bir uchun Alloh o'zininki yoshligi, go'zalligi, chiroylikligi yoki uning oltin, zibu zinnatlarining ko'pligi bilan yeni bir uchun ayollarni masxara qilmasin deydi Alloh subhanahu va taolo. Nima uchun? Haqiqiy o'lcham, islomiy o'lchamning oldiga kelgan chog'da u eng afzal bo'lib qolishi mumkin. Shunga bir o'lcham bo'lishi kerak. Mana bugunmi dunyoga qarab qarasak, 192 davlatning pullarining ismi har xil, qimmati har xil bo'lganligi uchun cho'qim ular tijorat qilishda qo'llanadigan hammasi o'rtaq e'tirof qiladigan bir pul birligi bo'lish kerak deb buni dollar qilib ketganimiz birodarlar. Hamma yerda o'xshash. Ana shunga o'xshash bütün insonlarning jumladan la ilaha illalloh degan kishilarning oldida o'tadigan birlik bu islomiy o'lcham. İslami ölçem bilen kişilerini biz bahalaş lazım. İnsan batırlığı bilen, zirekliki bilen Allah subhanahu ve Taala'nın aldıda en xor buluşu mümkün. Ama yeni bir insan o dört bulsun, batır bulmuşsun. Ama o özünün samimiliki, yaxşı ameli bilen Allah'ın aldıda en faziletli insan buluşu mümkün ez buradarlar. Allah subhanahu ve Taala mana bu dünyanı hemmini beraber yaratılgan turup birini ak, birini kara, birini acem, birini Arap kılıştın sek, birini bay, birini kembegel, birini çıraylık, yeni birini sel kürümsüz, birisi uğruna cemiyet uğruna yukarı, birisi tüven degandek her xil
tabiqi bilan Alloh subhanahu va taolo ana uni nima qildi? Taqsim qildi. Nima uchun? Chunki bu kishilarni imtihon qilish uchun, birodarlar. Alloh sinash uchun. Masalan, chiroyli bir kelishgan bir er, kelishmagan bir ayolga haqorat qilmasin. Ilimlik bir kishi, ilimsiz kishini haqorat kamsitmasin. Boy kishi, kambag'al kishini kamsitmasin, masxir qilmasin. Mana buningdan ibrat olsin. Har bir kishi Rabbim menga mushu ne'matni beribdi. Chiroyli kishi, ko'rimsizga qarab turib, Xudo menga go'zallikni beribdi desin. Iqtisodi va boy kishi kambag'alga qarab, Xudoyam menga go'zallikni beribdi desin. Saq kishi kasalga qarab turib, Allah mening tenimni saq qilib desin. Ilmli kishi ilmsizlarga qarab turib, Rabbim menga mana bu ilmni beribdi deb, u Allohga tashakkur bildirish va bu ne'matga memnuniyat bilan uning haqqini ado qilsin uchun va yana bir kishiga o sabr qilsin. Sabr qilish orqali Allah subhanahu va taolodan ajr olish uchun Alloh taolo mana bu dunyoni sinov dunyosi qilib yaratgachqa Alloh ana shunday farqli qilgan o'zi, birodarlar. Shuna o hech kim o'zi güzel, o'zi boy, o'zi tini sog', o'zi yoki er yoki ayol, o'zi qaysi millatdan nega tug'ilish, qanday yashashni belgilayolmaydi. Allah onu uğurlaştırırken. Ama insan mana bu Allah subhanahu va taoloning boshqalardan farqli qilgan bu alohida imtiyoz, alohida farqga tashakkur bildirish uchun Allah subhanahu va taolo ona shunday qildi. Aksicha bu ne'mat, Allohning bu ne'mati boshqalarni tushirish, ayiblash, kamsitish va haqorat qilishga olib borsa, bu Allah'ın ni'metiga teşekkür kılanmaganını sırf Allah'ın dünyadaki sınav aleminde hem ötenmegen buludu. İmtihandan ötenmegen buludu o insan. Allah dünyada her türlü imtihan bilen sınaydı. Bazenlerini çırayı bilen, bazenlerini sağlıkı bilen, bazenlerini ilmi bilen, bazenlerini hukuk mensibi bilen, bazenlerini baylık bilen, bazenlerini o cemiyetteki ornu iktidarı bilen, bazenlerini zirakliki bilen, her bir kişiye Allah subhanahu ve taala bir nimet bergen bolsa, ana insan bilsin ki şu nimet onu Allah'a yakınlaştırışı lazım. Başkalarını kemsitiş, eyıplaş ve başkalarını çürüşke elip bağlı vaktin özüde o insanı gırık kılıdı dedi buradan. Şuna Allah bu yerde alahide وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ dedi. Sizler bu taşkiri boğan ölçemge karab bakmana. Onun da karamana dedi. Biz her bir kişini ayıplaşta, onları hata kıldı da, hüküm kılışta, azdı da, onun üstünden petva çıkarışta, ya ki onun her xil çapallarını keygizişte, en aldı bilen ihtiyat meydanında buluşumuz gerekir birodarlar. Çünkü Allah ana şu mesxir kılıngan kişi, közüge ilinmeyen kişi sizden mening nezrimde faziletlik buluşu mümkün değil. Asa en yekunne hayran minhunna. Bulup mu bugünde mana insanlarga maddi cihetki maişet en terakki kılgan bir cemiyette güç bilen, hukuk, pul bilen, mensep insanların hemmesi temel kılıdığan, şunu arzu kılıdığan, bunda bir kisel, umumeten tarıkılıp yürüyen bu cemiyette aziz Müslümanlar biz özümüzde katı teşhirmetimiz lazım. O özümüzde bak teşhirmetimiz lazım. Her bir kişiye hüküm çıkıştın burun yaxşı oylanışımız lazım. İslam mana bu ölçem arkalı sen körgen ölçem yani senin kolundaki hukuk ölçümü ya ki mensep ölçümü ya ki pul ölçümü ya ki ten sağlamlık ölçümü ya ki qaysi işte kalksa şu iş geçildiğin bu işten ibaret
bu o'lcham bilan sen o'lchab turib boshqalarni ayblamasan, boshqalarning haqqiga gap qilmasan, boshqalarni tushirma, ularning o'z o'rniga, ya'ni jamiyatdagi o'rniga chiqilmasan. Qaysi muomala qilishni bilgin deb Alloh subhanahu va taolo bizga bu orqali butun mu'min musulmonlarni bir gavda, xuddi bir binoning xishi qandoq bo'lgan bo'lsa, ana shundoq bo'lishga Alloh vasiyat qildi. Bir bino qarab boqaylik. Binoning ostin qavatdagi qishlari qancha mazmut bo'lsa, u usti tura oladi. Ustining turishi uchun osti mazmut bo'lishi kerak. Bu islom bir binoga o'xshaydi. İslamiy jamiyat bir binoga o'xshaydi. Musulmonlar umumatan hammasi bir tan va bir jasadga o'xshaydi. Shuna Alloh taolo oyatda "Wala talmizu anfusakum" o'zinglarni ayblamanglar dedi. Qaysi tarafni ayblaydi? Qaysi tarafni haqorat qildi? Qaysi tarafning aybini ochadi? U biz o. Uni biz deb tushunishimiz lozim. Chunki qiblimiz, Rabbimiz, boradigan joyimiz, dunyoda ustimizga oladigan vazifa hammasi bir. Allah innamal mu'minun ikhwa dedi. Mu'minlar bir tutgan qarindosh dedi. Wala talmizu anfusakum. O'zinglarni ayblamanglar. Bu sening qarindishing. Sen aytlayotgan kambag'al, ko'zga ilmayotgan, bugun naq ko'z oldingdagi iqtidori yo'q, qobiliyatsiz kishi. Sen uni kamsitayotgan bechora. O kim o? Sen o. Agar tushunsan, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bu so'zda sening qarindishing aylangan kishi dedi Alloh taolo. Mana bu orqali Alloh mu'minlarni bir gavdiga, islomiy jamiyatni bir gavdiga aylantiryapti. Bu yerda biz deydigan gap bor. Sen, u, men deydigan gap yo'q qarindoshlar. Islom qachonki mushkil shaklda kishilarni tarbiyalab chiqqanda, musulmonlar qachonki namoz, ro'za, zakotga ahamiyat berganga o'xshagan, mana bu islomning o'lchamini o'lcham qilgan vaqtda mana bu jamiyat qurildi. Alloh ana shundoq jamiyatdagi kishilarga g'alaba nusrat ato qiladi dedi birodarlar. Yana Alloh subhanahu va taolo oxirida "Wala tanabazu bil alqab." Sizlar boshqalarning anglashni xohlamaydigan, tilga elinishni xohlamaydigan yomon nomlari bilan ularni anda atmanglar. Faloni chimu degandek, to'kuni chimu degandek, uningki jamiyatdagi ya qilayotgan ish amgiki bilan ishlamchi masalan degandek, yoki uningki kasbiga munosabatlik bo'lgan, yoki uning ota ajdodlardan meros qolgan biror hunar bilan munosabatlik bo'lgan bu xil sifatlar bilan sizlar uni ayblamaysiz. Ana har bir inson maqtilishni yaxshi ko'radi va uning eng go'zal ismlarini yaxshi ko'rish, tilga ilinishni yaxshi ko'radi birodarlar. Ahmadmi, Samadmi, falonchimi, to'kunichimi deb uning jamiyatda chiqishni xohlamaydigan bu xil nom atoqlar bilan uni tilga ilish, mana bu harom bu. Demak, musulmonlarga moddiy jihatdan aziyat berish bo'lsin, ma'naviy jihatdan ularga aziyat qilish bo'lsin, yoki har bir kishini o'zining o'rniga qo'ymasdan xuddi olim odamga, bilimsiz odamga muomala qilgandek, jamiyatni yetaklab borayotgan kishilarga oddiy bir fuqaroga muomala qilgandek, eng muttaqi kishiga fojir, fosiqqa muomala qilgandek, bundoq muomala qilish bu islom dinida cheklangan va islom dini harom qilgan ishlarning birisi bu. Allah deydi, "Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman." Mu'min musulmon bo'lgandan keyin fosiqlik degan nom nima degan yomon bu. Bu fosiqlik bu.
Sen özünün qarindishini masxara qilish, mazaq etish, zulm qilish, özünün onun ustidan cho'ng hisoblash, özünün mollari bilan, huquqi bilan faxrlanish, bu degan fosiqlik bu. Allah deydi, aziz qarindoshlar, bir musulmon özünün yeni bir musulmonni shunda kamsitdi, shu o'zi fosiqlik. Shafal mar'a ismen an yuhaqqira. Axi, Peygamberimiz bir adamning jinoyatiga o qarindishini haqorat qilganligi yetarli degan. Chunki bir mu'min Alloh subhanahu va taoloning nazarida Ka'badan hurmatli bu. Bir mu'minning izzati Alloh subhanahu va taoloning nazarida Ka'baning izzatidan hurmatli bu. Siz yaratmagan ashu musulmon balkim kechalari Allah'tan qo'rqib namoz o'qishi mumkin. Allah'tan qo'rqib Qur'on o'qishi mumkin. Allah'tan qo'rqib yig'lab o'tirishi mumkin. O mu'min siz bilmagan vaqtda Allohga tavba qilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki siz ko'rgan o jinoyati, o xatoligini Allohga tavba qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Biz bir insonning xatoligini, kamchiligini ko'rsak, necha yildan keyin shuni bunda ish qilgan inson edi. Bunda ish qiladigan kishi edi u deb, uni ko'tarib yurimiz aziz birodarlar. Shuning uchun mana bu Qur'oni Karimning adablari bilan adablanib bu ig'ir jinoyatdan saqlanishimiz lozim. Alloh oyatning oxirisida "Va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun." Tavba qilmagan bir mu'minni masxar qilib, o'zini uningdan cho'ng tutib, boshqa tarafni ko'zga ilmay haqorat qilib, ayiblab qilish bu fosiqlik bu. Kibr gunoh, cho'ng jinoyat. Ammo buningdan tavba qilmagan bo'lsa, ana u zolim deydi. Allah eng yomon ko'radigan gunoh zulmdir. Allah eng yomon ko'radigan kishi zolimdir. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nurg'un yerda "Innalloha la yuhibbuz zolimin." Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi dedi. Allah men hadis qudusida men zulmni harom qildim. Shuning uchun bandalarim sizlar o'z oranglarda bir-biringlarga zulm qilishmanglar. Zulm harom bo'libdir deb hadisda bayon qilgan aziz birodarlar. Eng oxirida musulmonni haqorat qilish zulm. Musulmonni kamsitish zulm. Musulmonning g'aybatini qilish zulm. Musulmonni ayıplash zulm. Musulmonning ishlarini tekshirish zulm. Musulmonlarga yomon gumon qilish zulm va bu ishlar bilan shug'ullanuvchilar ular zolimlar birodarlar. Biz islomiy jamiyatning ishlarini yiqiyotmaylik. Uni buzayotmaylik. Islom o'lchimi bilan o'lchaylik. Tabaqavozlik, yurtvozlik, pulvozlik, huquqvozlik bilan o'rin imtiyoz paydo qilmaydi. Mana bugungi kunda umumiy musulmonlar bu xil kasalga hamma bilan mubtalo bo'lib qolgan yoki bundan yuqumlangan. Alloh subhanahu va taolodan bu kasaldan saqlayishimizni Allohdan tilaymiz birodarlar. Demak, Alloh taolo bu oyat kalima bilan mu'minlarni bir gavda bo'lishga chaqiradi. Yaxshi gumon qilishga chaqiradi. Hurmatlashga, azizlashga, har bir kishiga o'ziga loyiq muomala qilishga chaqiradi. Ammo uning g'aybatini qilish, uningdan o'zini ustun chaqlash, mayli u qaysi jamoat bo'lsin, hattoki solih, ya'ni yaxshi jamoat, yomon jamoat ustidan yoki yaxshisi yeni birning ustidan bugun eng ig'risi namoz o'qimayotgan, ayiblayotgan. Birisi men eng Allohning oldida hidoyat topqani, to'g'ri yo'lning egasi, men jannatga kiraman. Jannatga kirishimga Alloh meni kepillik qilgan deganidek, xuddi uning jannatga kirish xati kelganidek boshqa jamoatni azg'unlikqa, boshqa jamoatni gumrohlikka chiqaradigan, uni ochiq islomning doirasiga chiqarib tashlaydigan ishning hammasi mana bu o'zini cho'ng tutish, o'zini ustun tutish va boshqalarni masxara qilish, ayiblash bilan. Bu fosiqlik bu. Bu zulm bu. Bir mu'minga yarashmaydigan sifat bu. Allah deydi ya, ajabmi yomon sifat bo'ladi.
bir mu'minning muomalasi bu bo'ladigan pek yomon sifat bu deydi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.